Hamma salom, sizlar bilan Vortex. Bugungi videoda orqamda turgan eshiklarning ichida Lucky bloklar bor. Ularni olishimdan oldin bitta kichkina испытание bor. Shu испытаниеdan o'tib, u Lucky bloklarni ochib ko'ra olayman. Video boshlanishidan oldin meni kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Birinchi bo'lib qizil eshikdan boshlayman. Hozir ko'ramiz uni ichida qanday испытание borligini. Va bu yerda eshikni ochish kerak ekan. Va bu yerda qandaydir son bor ekan va u 6-son ekan. Bu nimaligiga tushunmadim. Mana bu teskari qo'yilgan ekan. Shuni hozir to'g'rilasam eshik ochiladi. Va bu yerda bitta redstone kam ekan. Shuni menimcha mana bu yerdan olib qo'yishim kerak. Va bu yerdan olib olaman. Bu yerga qo'ysam esa narigi eshik ochiladi. Va bu yerdan Lucky blokni olib olaman. Va endi hozir Lucky blokni ochamiz. Hozir bu Lucky blokni ochib ko'raman va bu namuncha katta bu. Buni nima deb atasa bo'ladi? Bilmadim, siz buni kommentariyaga yozib qo'ying va men davom etaman. Va endi ikkinchi eshikka o'tamiz, ya'ni oranjiy rangdagi eshikka. Hozir birgalikda bizga qanday испытание bo'lishini bilib olamiz. Va bu yerda ham bizda son bor ekan. Hozir 5 ekan, boya 6 edi. Va endi bizda hozir qanday испытаниеligini bilamiz va parkur ekan. Men bu parkurdan o'ta olaman degan umiddaman. Va bu parkurdan tez o'tib olsam bo'ldi. Va hozir bu yerdan Lucky blokni olsam, birgalikda ochib ko'ramiz. Hozir ochaman va menga gul berdi. Men gulni nima qilaman bilmadim va men davom etaman. Endi sariq rangli eshikka o'tamiz va hozir ko'ramiz qanday испытание borligini bu yerda. Bu yerda ham son bor ekan, 7-son. Endi испытаниеga o'tadigan bo'lsak, bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda lopatka bor ekan va qum bor ekan. Menimcha bu qum ichidan nimadir topish kerak eshik ochish uchun. Bu yerda sunduq bor ekan. Sunduq ichidan nimadir bo'lishi kerak. Hozir bilamiz va bu sunduq ichida richak bor ekan eshik ochish uchun. Richakni bu yerga qo'yamiz va eshik ochiladi va bu yerdan Lucky blokni olib ochib ko'rsak ham bo'laveradi. Va bu Lucky blokdan menga topor, ya'ni boltalar chiqdi. Va endi 4-eshik, ya'ni yashil rangli eshikni hozir испытаниеsidan birgalikda o'tamiz. Bu yerda ham son bor ekan. Bu yerdagi son 0 ekan. Hozir bizda 65-70 bo'ldi va bu yerda labirint bor ekan. Bundan sekin astalik bilan o'tib olishim kerak. Mana shu yerdamikin Lucky blok yoki bu tuzoqmikin? Tushunmayman, mayli. Tushib qo'yaveraman va bu yerda Lucky blok bor ekan, tuzoq emas ekan. Va hozir Lucky blokni olib ochaveramiz. Bu blokni ham ochaman va bundan komanda beradigan blok chiqdi. Va men davom etaman. Va havo rangli eshikni hozir испытаниесini ko'ramiz birgalikda. Bu yerda nima bor ekan? Va bu yerda albatta son bor ekan, 1-son ekan. Va bu yerda nima qilish kerak ekan? Bu yerda kirka bilan topor bor ekan. Va men hozir mana shu yerdagi narsalardan almazni kirka yasab, obsidianni ochishim kerak ekan. Hozir almazni kirka yasab olsam bo'ldi. Va endi obsidianni sindirib o'tishim kerak. Va endi Lucky blokni olib olsam bo'ldi. Keyin ochaveramiz. Va buni ochib ko'raman va bu yerdan milliardta zombi chiqdi. Endi ko'k rangli eshikka ham kirsak bo'laveradi. Hozir bilamiz qanday испытание kutayotganini bizni.
Bu yerda ham son bor ekan, 2 ekan bu yerdagi son. Va bizda hozir pastga tushishim kerak ekan. Va bu yerdan Lucky Blockni olsam bo'laveradi. Endi ochsam bo'ldi. Va bu Lucky Blockdan menga hech nima bermadi. Va oxirgi eshik, ya'ni fioletoviy rangdagi eshik. Hozir bilamiz bizni qanday испытание kutayotganini. Bu yerda ham sonlar bor ekan. Bu yerdagi son 8 ekan. Va endi tushundim nimaga sonlar berilganini. Mana bu eshikka yozish kerak ekan. Va hozir 60, 75, 128 bo'ldi. Va endi Lucky Blockni olib ochivorsam ham bo'laveradi. Bu Lucky Blockdan ham menga hech nima bermadi. Va molni ovozi kelyapti va mol beribdi. Va nihoyat video ham tugadi. Agar video yoqgan bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Va endigi navbat ko'k rangli eshikka. Va hozir birgalikda bilamiz qanday испытание borligini. Bu yerda ham son bor ekan, ikkinchi son ekan va hozir qanday испытаниеligini bilamiz. Va bu yerdan pastga tushishim kerak va eshikni ortida bo'lsa kerak. Shu yerda ekan Lucky Block. Endi buni ochamiz. Bu Lucky Blockdan menga hech nima bermadi. Va oxirgi eshik, ya'ni fioletoviy rangdagi eshik qoldi. Va hozir bilamiz nima qilish kerak bu yerda. Bu yerda ham son bor ekan, 8-son. Va tushunarli bo'ldi. Endi nimaga sonlar yozilgani. Ana bu eshikka yozish kerak ekan. Va hozirda 60, 75, 128 bo'ldi. Va eshik ham ochildi. Endi bu yerdan Lucky Blockni olib ochsam ham bo'laveradi. Bu Lucky Blockdan hech nima paydo bo'lmadimi? Molni ovozi eshitilyapti va bu yerda mol paydo bo'libdi. Shu bilan ham videomiz tugadi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib va kanalimga obuna bo'lib qolishinglarni so'rayman.